Agar odamlar oldida gap boshlash yoki nutq so'zlash uchun ishonch kerak deb o'ylasangiz, adashasiz. Ishonch bu nutqni to'g'ri tuzganingizdan keyin keladigan tuyg'u. Agar men ertaga shu paytgacha yiqqan bilimim, tajribam, iste'dodimni yo'qotsam va hammasini noldan boshlashim kerak bo'lsa, quyidagi 5 ta qadamga rioya qilgan bo'lardim. Ishoning, ortiqcha bo'rttirishlarsiz, quruq gaplar ham yo'q. Faqat aniq tizimli 5 ta qadam. 3-qadamdagi usul odamlarni hatto ovozingiz titrab turgan bo'lsa ham sizni tinglashga majbur qiladi. O'n uch yildan ortiq vaqt davomida odamlarga omma oldida qanday gapirishni o'rgatib kelyapman. Men uchratadigan eng katta xato odamlar yomon notiq bo'lganlari uchun emas, balki nutqlarini zerikarli tizim asosida qurganlari uchun muvaffaqiyatsizlikka uchraydilar. Keyin esa hech kim ularga e'tibor bermaganidan nolib yurishadi. Haqiqat shundaki, kuchli nutq chiroyli so'zlardan emas, qarorlardan tashkil topadi. Keyingi 10 daqiqa ichida nutqingizni qurish uchun aniq 5 bosqichli rejaga ega bo'lasiz. Birinchi bosqich: bitta natijani tanlang, mavzuni emas. Ikkinchi: asosiy yo'nalishni tanlang, hech qachon adashmaslik uchun. Uchinchi: isbot ko'rsating, odamlar sizga ishonishi uchun. To'rtinchi: nutqingizdagi kirish va xulosa nuqtalarini alohida bezang, eslab qolishlari uchun. Va beshinchi: professionallar kabi tayyorgarlik ko'ring. Nutqqa chiqqanda robotga o'xshab qolmaslik uchun albatta. Xo'sh, bitta natijani tanlang, mavzuni emas deganda nimani nazarda tutdik? Ko'pchilik men tanlagan mavzu liderlik, bugun men shu haqda gapirmoqchiman deb gaplarni boshlaydi. Bunday boshlasak, nutqimiz hammaning nutqi bilan bir xil bo'lib qoladi. Agar men hammasini boshidan boshlaganimda bitta savol bergan bo'lardim. Mening chiqishimdan keyin odamlar nima haqida o'ylashlari yoki aynan nimaga ishonishlarini istagan bo'lardim. Men nima haqida gapiraman emas, ular bundan nima olishadi? Masalan, bugun biz kommunikatsiya haqida gaplashamiz emas, bugungi darsimizdan keyin bitta gap bilan insonlarning diqqatini o'zingizga qaratishni o'rganasiz. Mana bu mohiyatni ochib beruvchi nutq. Boshidanoq natijani ko'rsatish aniqlik olib keladi. Ya'ni aniqlik bu qiziqish va ishonch uyg'otadigan narsa. Ko'pi bilan 3 ta nuqtaga ega tizim tuzing. Agar nutqingizda tizim bo'lmasa, kichik tizim tuzing. Birinchi nuqta muammo. Ikkinchi nuqta o'zgarish nuqtasi va uchinchi nuqta yechim. Yana ham soddaroq tizim qilsak, bu o'zi nima? Nega bu shunchalar ahamiyatli? Xo'sh, endi uni nima qilish kerak kabi savollar. Shu savollarga javob bo'lsa bas. Tizim 3 ta nuqtadan ko'payib ketmasligi kerak. Tizim bilan gapirish xarita bilan yo'lga chiqishga o'xshaydi. Qayerda burilishni esdan chiqarsangiz ham yo'lda adashmaysiz, unutmang. Gaplaringizga isbot qo'shing. Hikoya, raqamlar, ismlar va hokazo. Bu qadam insonlar sizni haqiqatda eshitishini ta'minlaydi. Odamlar maslahatlarni emas, dalillarni eslab qolishadi, unutmang. Har bir fikr kamida bitta isbot bilan ifodalanishi shart. Hikoya tarzida, masalan, siz aytayotgan fikr haqiqatdan hayotda yuz bergan hikoya bo'lishi maqsadga muvofiq. Keyingisi raqam, statistika, natija, vaqt oralig'i, narx va har qanday o'lchash mumkin bo'lgan miqdor. Keyingisi namoyish, oldingi va keyingi holatni ko'rsatish. Rol o'ynagan holatda kichik namuna ko'rsatish. Bu ishlarni bajarsangiz, sizning nutqingiz shunchaki bir chiqish sifatida emas, jiddiy haqiqat sifatida qabul qilinadi, ishoning. Albatta, nutq boshini va tugash qismini mashq qilishni unutmang. So'z boshidan faqatgina bitta maqsad bor. 10 soniya ichida hammaning e'tiborini jalb qila olish. Doim ish beradigan 3 ta tizimdan birini ishlating. Birinchi, qarama-qarshi fikr. Ya'ni hamma X deb o'ylaydi, aslida esa Y. Tushunyapsiz-a? Ikkinchi, og'riq nuqtasi. Agar siz Y ni his qilayotgan bo'lsangiz, buning sababi X dir. Tushunyapsiz-a? Endi uchinchisi, qisqa shok hikoya. Men X usulini o'rgangunimga qadar
Y xatolarni qilganman. Bu usullar bilan gap boshlash insonlarning birdaniga xayolini jamlab sizni eshitishga majbur qiladi. Misol uchun, ko'p odamlar birinchi o'ziga ishonchni shakllantirib, keyin sahnada so'zlashni boshlamoqchi bo'lishadi. Shu sababli ularning sahnaga yetib borishiga juda ko'p vaqt ketadi. Bugun sizga osonroq yo'lini ko'rsatmoqchiman. Tushunyapsiz-a? Endi nutqni yakuniy xulosa qismi haqida to'xtalsak. Kirish qismi sizga e'tiborni birdaniga jalb qilish uchun kerak bo'lsa, yakuniy qism sizni eslab qolishlari uchun kerak. Faqat esda qolarli insonlargina ko'p do'stlar va hamkorlarni jalb qila oladilar. Ko'p gaplarimiz juda oddiy yakunlardan iborat bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Aytmoqchi bo'lganlarim mana shulardan iborat edi va hokazo. Kuchli xulosa qismi bitta jumlada xulosa, bitta emotsional bog'lanish, bitta keyingi qadamdan tashkil topgan bo'ladi. Masalan, qo'rquv jasur bo'lib qolganingiz uchun yo'qolmaydi. U yetarlicha tayyorgarlik ko'rsangiz yo'qoladi. Bugun tayyorlanish uchun birinchi qadamni tashlang. So'zlaringiz uchun 3 bosqichli tizimni yozing. Asosiy qoida: nutqingizni she'r qilib aytib bera oladigan darajada emas, so'zlarni yo'qotib qo'ymaydigan darajada mashq qiling. Chunki haqiqiy ishonch men hech qachon adashmayman emas, men hatto adashib ketsam ham so'zlarimni davom ettira olamandan keyin keladi. Videoni shu joygacha ko'rganlar uchun bonus sifatida 4 ta kuchli nutq qurish texnikalarini ham berib o'tmoqchiman. Birinchi, hech qachon uzr, men yaxshi tayyorgarlik ko'rmagandim deb so'z boshlamang. Ikkinchi, 10 ta fikr aytmang. 3 tadan oshmasin. Muhimlarini tanlang. Uchinchi, hamma narsani o'zgartirishga harakat qilmang. Bitta o'zgarishga sabab bo'ladigan texnika yetadi. 4-chi, mukammal bo'lishga intilmang. Tushunarli bo'ling. Videoni oxirigacha ko'rgan ekansiz, demak, nutqingizni rivojlantirishga jiddiy kirishgansiz. Men bu yo'lda sizga yordam berishi mumkin bo'lgan 5 ta qadam asosida nutqingizni tuzishga yordam beradigan bepul qo'llanma tuzib chiqqanman. Video ostidagi bepul qo'llanma nomli havola orqali uni qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Sizdagi eng katta muammo nima? Gapni boshlash, tizim yoki o'ziga bo'lgan ishonch? Izohlarda albatta yozib qoldiring. Men siz yozgan izohlarni o'qiyman. Shu bilan birga keyingi video aynan izohlardagi eng qiziqarli va dolzarb muammo haqida bo'ladi.